Assalomu alaykum, efirda bu kun informatsion dasturining ertalabki soni. Assalomu alaykum. Studiyada men Qobil Hasanboyev hamda hamkasbim Laylo Rustamova. Buxoro viloyati tibbiyot tarixida ilk bor jigar ko'chirib o'tkazish amaliyoti muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu muhim tibbiy yutuq hududda yuqori texnologiyali jarrohlik imkoniyatlari izchil rivojlanayotganidan dalolat beradi. Murakkab va mas'uliyatli amaliyot Milliy tibbiyot markazidan tashrif buyurgan Respublika bosh transplantologi, Eron Islom Respublikasining yetakchi transplantologi hamda buxorolik mahalliy jarrohlardan iborat jamoa ishtirokida o'tkazildi. Ilk natijalar ijobiy baholanmoqda. Tafsilotlar esa muxbirimiz Zilola Xudoyqulova reportajida. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialida so'nggi yillarda inson organlarini ko'chirib o'tkazish bilan bog'liq murakkab jarrohlik amaliyotlari ko'plab amalga oshirilmoqda. Ammo jigar transplantatsiyasi viloyat tibbiyoti tarixida ilk marotaba amalga oshirildi. 44 yoshli bemorda o'tkazilgan amaliyot qariyb 10 soat davom etdi. 1981-yilda tug'ilgan bemorda jigar sirrozi aniqlangach, butun oila tushkunlikka tushib qoldi. Jigar transplantatsiyasi esa faqat xorijda amalga oshiriladi va bu katta mablag' talab qiladi. Ammo bugungi tibbiyot taraqqiyoti va davlat tomonidan tibbiyot muassasalari moddiy texnik bazasining takomillashtirilishi bu kabi murakkab jarrohlik amaliyotini mahalliy sharoitda amalga oshirish imkonini berdi. Bemorga ayoli donorlik qiladigan bo'ldi. 17-yilda aniqlangan, o'shandan buyon bezovta qilib keladi. Ahvolim operatsiyadan avvali yuzim yomon his qilaydi, operatsiyadan keyin mana yaxshi his qilyapman. Qariyb 10 soat davom etgan jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotida Milliy tibbiyot markazidan tashrif buyurgan Respublika bosh transplantologi Jasur Sobirov, Eron Islom Respublikasi bosh transplantologi Somon Nekihbolyon hamda buxorolik mahalliy jarrohlar jamoasi ishtirok etdi. Ushbu hamkorlikda uzoq kutilgan tarixiy noyob operatsiya amalga oshirildi. Yo peyvandi jigar. Shuni alohida aytishim mumkinki, bunday murakkab amaliyotni bajarish uchun mahalliy sharoit bo'lishiga qaramay, jahon standartlari asosida zarur sharoitlar mavjud. Yurtingizda tibbiyot ancha ilgarilab ketganini ko'ryapman. Mahalliy shifokorlarning ham bilim tajribasini yuqori baholayman. Kelgusida bu yerda aynan jigar transplantatsiyasi amaliyotlari mustaqil bajarilishiga ishonaman va buning uchun yetarli sharoit bor. Va tarixiy bu. Ayni paytda donor va bemorning ahvoli o'tkazilgan operatsiya hajmiga mos holda barqaror bo'lib, belgilangan standartlar asosida zarur tibbiy muolajalar ko'rsatilmoqda. Tajribali mutaxassislar tomonidan ularning dinamik holati doimiy nazoratga olingan. Bugungi natijaga erishish uchun yil davomida mana shu mutaxassislarimizni chet elda o'qitdik, tajriba almashdik. Mana shu chet eldagi mutaxassislarni o'zimizga taklif qilib, bugungi kun Respublika shoshilinch yordam ilmiy markazi Buxoro filialida mana shu turdagi zamonaviy operatsiyalarni amalga oshirish uchun barcha imkoniyatlarga egamiz. Ushbu muvaffaqiyatli amaliyot Buxoro viloyatida transplantologiya sohasini rivojlantirish, yuqori texnologik jarrohlik xizmatlarini joylarda yo'lga qo'yishda muhim qadam bo'ldi. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamolov, Buxoro.